balkim hasad qilayotgandir. Hasad qilayotganini sezdimi u inson? Bilsinki, o'ziga ta'sir qiladi bu narsa. Qiynaladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar? Shah teleservis asoschisi Shahbozbek bor, bilasizlar. O'z ishini ustasi. Toshkent shahrida, ya'ni bilasizlar, kafel sohasida ishlaydi. Shu birodarimiz, hamkasbimiz, ya'ni bir oy atrofida shu internetda ko'rmay qo'ydi. Ko'pchilik yozdinglar, so'radinglar. Rahmat hammanglarga. Shunaqa ashaddiy muxlislar borligiga. Bugun mana Shahbozda o'zi bilan ko'rishdik. Hammasi yaxshi, tinch. Mana o'zi. Assalomu alaykum. Hamma yaxshimisizlar, sachinapsizlarmi? Nega bir oy muddat ichida ko'rmay qoldingiz internetda? Xo'p, avvalambor bu sinov, taqdir, Allohning qadari. Bu hayot hamma narsa tekisga turmas ekan. Tekisga tursa, bu hayot sinovli hayotligicha ko'rsatmaydi-ku. Tekisga tursa bo'lmaydi. Sinov keldi. Alhamdulillah, hozir yaxshi, zo'r. Ko'z tegmasin, mashalloh. Sirojbekning ko'z bor narsa, hasad bor narsa. Odamlarni yaxshi ko'z bilan qarashi bor, yomon ko'z bilan qarashi bor. Ko'z bor narsa, okey. Shuning uchun bitta narsani aytmoqchiman sizga ham, bu yerdagi kuzatuvchilarga ham. Bir odamni kuzatib turibsizlar, o'sha odam qanaqadir ma'noda sizlarga o'sha odamni havas bilan ko'rib, voh, yaxshi, qanaqadir ko'ngilga yoqdimi o'sha odam? Havas bilan qaraydiganlar ko'pda O'zbekistonda, alhamdulillah. O'sha havas bilan qaraganda ham ko'z tegib qolish bor ekan. Shuning uchun hammasi Allohdan deyish kerak ekan. Bu bizga hech kim emasmiz, aka. Biz hech kim emasmiz. Alloh ilhom qilmasa hech kim emasmiz. Alloh izn bermasa hech kim emasmiz. Bu aqlimiz 100% Einstein bo'lib ketsa ham, agar Alloh bir degani shu aqlimizdan olib qo'yish mumkin ekan. Shuni qo'llatib qo'ysa bo'ladi, aql ishlamaydi. Shuning uchun demoqchiman, har bir ishga mashalloh deb qo'yish kerak. Ichida. Prosta ichida ko'rdi. Balkim hasad qilayotgandir. Hasad qilayotganini sezdimi u inson? Bilsinki, o'ziga ta'sir qiladi bu narsa. Qiynaladi. Hasad bu yomon narsa. Har bitta ko'rsatayotgan internetdagi odamlarni, yaxshi ko'rgan odamlarni yoki yomon ko'rgan odamlarni, ko'ra olmaydigan odamlarni ko'rsanglar ham, mashalloh deb qo'yinglar, sizlarga zarar bo'lmaydi, o'sha odamga zarar bo'lmaydi. Albatta hammasi Allohning izni bilan. Agar zarar tegsa ham, значит Alloh shuni xohlabdi, zarar tegdi. Do'ylar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'ramiz, haqiqiy obunachilar. Ko'ra olmaydiganlar, havas qiladiganlar, hasad qiladiganlar, unaqa qilinglar. Mashalloh. Do'ylar sog' bo'lsin. Mana ko'rdinglar, Shahbozbek joni omon. Allohga shukr, ko'rishdik mana. Bu yerga videolarni qo'yib boradi, kuzatib boringlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammanglarga katta rahmat. Sizlar bilan men va Shahbozbek tinch bo'lasizlar. Rahmat. Mana bu Chig'atoyi o'zimizning jaylari batirdan. Endi ketdi choy qilamiz. O'rtoqlar, Qirg'izistondan do'stimiz ketdilar, Sirojbekda. Sizlarni taniydi. Endi obunachilar uchun boshqa so'rash qo'yapman. Biz so'rash bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Xabar olay deb ketdilar. Alloh rozi bo'lsin, aka. Sizga bitta hadiyam bor. Hali hech kimga bermadim, o'zim ham kiymadim. Atlas, bilasiz, hamkorlardan shunaqa formalar berishadi. Shuning uchun razmeringiz menimcha M bo'lsa kerak. Bo'ldi, mana shu M bo'lishi kerak. Ishoning, bu birinchi siz kiyasiz menimcha. Ukam ham keldi mana. Xo'p, mana M, aka. Nero bilan hamkorlikda, Shaxtal, xohlisi. Yaxshi. Brat ketdilar, taniysizmi? Alloh rozi bo'lsin, Sirojbekda. Butun Qirg'iziston, butun O'zbekistondan tanib qoldi bratanni. Bo'pti, ko'rishamiz. Qancha bo'ldi? Formani ertaga beramiz endi.